Assalomu alaykum musofirda yurgan barcha hamyurtlarimiz hamda bizni ashaddiy eski qadrdon mijozlarimiz. Sizlarga hozir Moskvadan O'zbekistonga bo'lgan 2025-yilning noyabr oyidagi eng arzon biletlar bilan tanishtirib o'taman. Oktyabrni aytmasligimga sabab oktyabr уже oxiriga yaqinlashib qolyapmiz va oktyabrni biletlari soatiga emas, deyarli minutiga ham o'zgarib ketib qolyapti. Neaktualniy bo'lib qolyapti. Oktyabr oyiga srochno ketmoqchi bo'lsalar ham ushbu ekranda turgan nomerlarga telefon qilib aniq aktualniy narxni bilib olganlaring yaxshi. Videoda to qo'yganimcha shu narx o'zgarib ketadi. Shuning uchun tushunmovchilik bo'lib qoladi. Noyabrdagi stabilniy turgani uchun noyabr oyiga ma'lumotlar berib o'taman. Bo'lmasam boshladik. O'zbekiston poytaxti Toshkent shahriga noyabr oyiga 19.800 rubldan boshlab turibdi. 23 ga 8 hamda 32 ga 8 bagajlari bor. Buni albatta operatorga telefon qilib aniqlashtirib olishlar mumkin. Qo'shimcha bagajlarni ham albatta operatorlarimiz sizlarga javob beradi. Vodiy taraflarga o'tadigan bo'lsak, Farg'ona shahriga hozirgi noyabr oyiga 20 ming rubldan boshlab turibdi. 23 kilo bagaj, 8 kilo ruchnoy, ya'ni qo'l yuki bo'ladi. Namangan shahriga ham aynan 20 ming rubl bo'lib turibdi. 20 ming rubldan boshlanyapti noyabr oyiga. U ham bagajlari 23 ga 8 kilo bo'ladi. Andijon shahriga biroz qimmat, 23 ming rubldan boshlanyapti. U ham 23 ga 8 kilo bagajlari bilan bo'ladi. Xo'p, Voha tomonlarga o'tadigan bo'lsak, Buxoro shahriga narxlar biroz oshib qolgan. Noyabr oyiga 26.400 dan bo'lyapti. Lekin bu yomon emas, yaxshi narx desa ham bo'laveradi. Lekin noyabr oyi hali kelgani yo'q, yana qo'shimcha reyslar qo'yilsa, bu narxlar arzonlab qoladi. Lekin bu hozirgi paytga shunaqa, lekin u qo'shimcha yana reyslar qo'yadimi, va'da bera olmayman. Qaysidir mahal qo'yib qolinardi o'tgan yillari, ba'zi bir noyabr oyi, dekabrlarga bitta yoki ikkita reys qo'yilgandi qo'shimcha, talab ko'p bo'lgani uchun. Agar bu biletlar hammasi sotilib ketib qolsa qo'yilishi mumkin, lekin bu 50 bo'ladi yoki bo'lmaydi. Shuning uchun hozirgi paytga 26.400 rubl Buxoro shahriga 23 ga 8 kilo bagajlari bilan bo'ladi. Samarqand shahriga 23.800 rubldan boshlab turibdi. Bagajlar 23 ga 8 ligi bor va 32 ga 8 kilo bagajlari ham bo'ladi. Uni ham albatta operatorimizga telefon qilib aniqlashtirishlaring mumkin. Urganch shahriga hozirgi kunda 23.800 rubldan boshlab turibdi. U ham 23 ga 8 kilo bagajlari bilan bo'ladi. Navoiy shahriga ham hozir juda ham ko'p hamyurtlarimiz uchyapti. Navoiy shahriga 20 ming rubldan boshlab turadi. Narxlari 23 ga 8 kilo bagajlari bilan bo'ladi. Do'stlar, mana hozirgi paytga O'zbekistonga eng arzon biletlar bilan tanishtirib o'tdim. Kimda qanaqadir savol bo'lsa, ushbu ekranda turgan nomerlarga aloqaga chiqishlari mumkin. WhatsApp, Telegram ishlab turibdi. Keyin yana bir murojaatim hammanglarga. Juda ham ko'pchilik hozir bizga murojaat qilyapti. Telefon qilib tushib bo'lmayapti yoki WhatsAppdan telefon qilib tushib bo'lmayapti deb bizga murojaatlar, shikoyatlar kelib tushyapti. Bunga sabab do'stlar, ketuvchilar juda ham ko'p. Aynan siz tusholmayotgan mahallingizda boshqa bir musofir mijozimiz bilan biz gaplashayotgan bo'lamiz. Shuning uchun tusholmay qolayotgan bo'lishingiz mumkin обычный звонкаga. Telegram, WhatsApplarda esa zvonkasi xabarlaring bor. Menimcha bu juda ko'pchilikda kuzatilyapti ekan. Zvonkasi yaxshi ishlamayapti. SMS голосовой ketyapti, lekin telefon qilganda yaxshi ishlamayapti. VPN bilan ishlatyapti ba'zilar, ba'zilar уже uy bilan boshqa bilan gaplashgani Imo messenjeriga o'tib ketdi. Bu noqulaylik siz tomonidan yoki biz tarafdan emas, bu messenjerni uzilishlari bilan bog'liq bo'layotgani uchun agar tezroq javob olmoqchi bo'lsalaring, Telegram yoki WhatsAppdan SMS xabar tarzida yoki голосовой qilib tashlab olsalaring, tezroq javob beramiz. Zvonokka bitta operator javob bersa, SMS, Telegramlarga 2-3 tadan operatorlarimiz javob beradi. Shuning uchun bemalol SMS qilib yozsalaring, tezroq ishlaring bitadi do'stlar. Aytgancha, aviakassamiz nomi hozirda o'zgargan. Ishonch aviaga o'zgardik. Bunga sabab juda ham ko'p bizni eski qadrdon mijozlarimiz, ya'ni ular har doim bizdan qayta bilet olishganda bizga har doim iliq munosabatda, iliq fikrlar bildirishadi. Ya'ni sizlar ishonchisizlar, yaxshilarimiz sizlar borsizlar degan yaxshi iliq fikrlar bildirishgani uchun o'ylab qoldik, nimaga endi nomimizni Ishonch avia qilmasligimiz kerak deb. Albatta Ishonchni aviaga o'zgartirdik. O'z ishonchligida endi nomimizni o'zimizga moslab oldik. Bu uchun barcha qadrdon eski mijozlarimizga hammanglarga rahmat aytaman va xo'p, bizda hozircha shular. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zlaringizni asranglar.